Srochniga mana shu Volvo R5 Pricep bilan komplekt holatda sotilyapti. Narxi 28560 dollar. Yana ozmoz kelishadigan joylari ham bor. Bu 105 kubali Mega. Agar sizga yil yangirog'i standart kerak bo'ladigan bo'lsa, standarti ham bor. Buni videosini profilga alohida qilib joylaymiz. Buni yili 2011-yilda ishlab chiqargan. Ikkitasi ham bitta odamga tegishli. Hozir sizlarni Mega bilan tanishtiraman. 2005-yilda ishlab chiqarilgan Tigach yurgan masofasi 1,628,000 kilometr masofani bosib o'tgan. Mexanika korobkada mashina ishlab turgan. Bir hafta oldin restdan qaytgan mashina. Pricep 2007-yilda ishlab chiqarilgan Velton Pricep bo'ladi. 105 kubali, ichida usileniya qilingan to'liq alyuminda. Moslari Mersmosda balonlarning holatini ham ko'rsangiz bo'ladi. Yaxshi holatda turibdi. Egalari hech qanday kamchilik yo'q deb egalar aytayaptilar. Hop, baklari jami 900 litrli bak bilan jihozlangan. Qiziqqan bo'lsangiz, egalarning telefon raqamini videoni past qismida yozib qoldirgan bo'lamiz. O'zlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Manzil Namangan viloyati, Namangan shahri. Hozir Furalar Nurobod Fura petani ichida turibdi. Videoga like bosib, mana shunaqa Volvo R5 qidiruvga tanishlarga jo'natib qo'yisham esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.